Yo'q, uni rostga. Bo'lma ekan bu? Nima ekan? Buchi. Kvadratcha. Buchi. Nechiga teng? 2. Mana necha ekan? 15. Bo'ldi. Shulardan foydalangan holda ikkita kvadratlarning perimetrlarining yig'indisining qiymatining toping degan savol beribdi. Topishga harakat qilaman. Perimetr nima degan savolga kim javob beradi? Perimetr berilgan shaklning chegarasining uzunliklari yig'indisi. Xo'p. Ketdi. Bo'lmasam buni A deb belgilab olsak, rozimisizlar? Bu tomon nima bo'ldi uzunligi? Bu tomonchi. A plus 2 bo'ldi. Ha? Bu tomon B desak. B plus 2 bo'ldimi? Bu tomon ham nima bo'ladi? Hop, mana kvadratda perimetrni topish uchun A plus 2 ni ko'paytiramiz ichiga 4 ga. Mana kvadratni perimetrini topish uchun endi hurmatli o'quvchilar, hurmatli yoshlar, ikkalasidan ham 4 ni chiqarib olamiz. 4 ni chiqarsak, A qo'shilgan B qo'shilgan 4 degan ifoda hosil bo'lib qoladi. Endi 15 degan nima degan? A qo'shilgan B qo'shilgan 2 degani bu 15 degan. Bu yerdan ikkala tomonga 2 ni qo'shib olsak, A qo'shilgan B qo'shilgan 4 hosil bo'lib qoladi. Bu 17. 4 kere 17 demek bizning qishloqda 68 mi? 34 68 ekan. Bormi javob? Javob. Siz tabriklaymiz, grantga o'qishga kirdingiz degan esingiz kelishi uchun biz hozir o'qishimiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Ushbu misol ifoda, ya'ni nechta ratsional koeffitsient deb ko'paytiruvchilarga ajraladi. Ana endi biz nima qilamiz? Ko'paytiruvchiga ajratish uchun mana biz Munosibxon bilan bir ikkita misollar ko'rdik. Yaqinda ko'paytiruvchiga ajratish uchun buni nima qilib olish kerak? Oyillar belgilash kiritib olish kerak degan nazariyani birinchi bo'lib Ilon Mask ilgari surgan, mana keyingisi siz bo'lyapsiz. Belgilash kiritishda qaysini belgilab olamiz? X kvadrat. Ag'ach. X birincisini tayyor olsak, narigisini kvadrat plus minus 6 qo'yamizmi? Aha. Buni tadib olsak, buni minus 6 deyapsiz. Buni qilsak-chi, buni A desak, bu A minus 8, bu A minus 10. Bu ham bo'laverami? Qavs ochib olsak, A minus bunga bu 22 qo'shilgan 8 kere 14. Sağ bo'ling. 80 112. 112. Aha. Minus 72. A kvadrat minus 22A. 112 dan 72 ni ayirsa bizning qishlog'imizda 40 ni tashkil qiladi. Yani 0 bo'lmaydi, bir adashib o'tdim. O'chirib oling. Xo'p, A ni kvadrati ayrilgan 22A qo'shilgan 40 ni ko'paytiruvchilarga ajratganda A1 A2 lar nima bo'ladi degan savolga kim javob beradi? A minus 2 A minus 20 bo'lardimi? Yo'yorsa o'shani berami? Bittamizda 2, bittamizda 20 ekan. Endi A deb nimani belgilagan edik? Optik o'rniga qo'yamiz. X to'g'risida qo'shilgan x kvadrat minus 2 x to'rtinchisi qo'shilgan x kvadrat minus 20. Ana endi hurmatli o'quvchilar, ushbu ifodani ko'paytiruvchilarga ajratish uchun biz qanday ishlarni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi? X kvadrat minus plus 2 x kvadrat minus 1 holatdagi ko'paytiruvchiga ajraydi. Mana bu narsa. Yana belgilash kerak bo'lsa edi. Bu-chi bu? X kvadrat 5
keyin x kvadrat minus 4 ga ajraydi. Xo'p, bu yana mana yana 2 taga ajraydi, bu yana 2 taga ajraydi. Jami bo'lib 4 ta 2 ta 6 taga ajraydi. Tushunarli? Yozib yuboringlar. Mana ko'rinmay qo'yinglar. Boshqatdan tushuntirib beraman. Ana. Chiqinchi boshqatdan ishlaymiz. Sizga mazkur uyda ishlab mana shuni qaytarib tashlab olasiz. Xuddi shuni misol yozib oling daftaringizga. Netdan boshlaymiz. Abdulloh telefoningiz bormi? Qani? Telegram bormi? Pedri? Barsa? Okay. Sizga question? No. Excuse me. Mana shu siz rasmga olib ishlab boshqatdan tashlab qo'ying. Mana sizga qaysi biri Barselona ham? Menga Manchester City. Chunki Abduqodir Cityda zaminda o'tiradi. O'shaning uchun menga City. O'ynasa ham shu o'tiradi. Kuniga 20 million pul topadi. Necha? Yo'q. Bu 10 minut qoldi. 10 minut qolgan boshqa. 11 minut qoldi. Yana bitta misol. Aytinglar. Qani? Bo'ldi. Qaysiga ishlaysiz sig'ami? Bo'ldi. Xo'p. Ronaldo bilan Messining farqi nimada? Ronaldo nimali? Mehnatli. Messini ko'rganmisiz hayotda? Videoda ko'radi bular. Ben videoda ko'rganmiz. Bu yerda farq bor. Nisbada farq bor. Bu yerda. Xo'p, hurmatli fuqarolar. Kimniki bu? Bu qancha aytganda doim bitta topilibdi dedim. Kimniki? Kim ishlamoqchi? Böyle skit. Skit gidelim. 15 skit. 15 skit. 15. Bitta xoddoyni puliga keladi. Xoddoyni yeysiz, qoshingiz aylanadi, buni yeysiz, qoshingiz aylanadi. Ko'ryapmiz. O'zim olaman. Yolasiz. Qancha? Skit. Oshlatib qo'yganmiz. Narxi oshda maishat degan kitoblar qatnashtiradi. Ha. Hop, tepa nechiga teng ekan? 24 ga. Past nechiga teng bo'ladi? 24. Sog' bo'ling aka. Bet nechi? Bet nechi bo'ladi? 24. Mana biz kecha Abdullohlar bilan nima o'rgandik? O'xshashlikni o'rgandikmi? Mana uch burchakka o'xshash Tepadan. tepadagisi. 24. Yon tomonlar nisbati nechi? 4. 4. Asoslar nisbati 24 taqsim 24. 24 minus x. Bu tomonga ko'paytirsak 24 ni 2 ga ko'paytirsak 96. 90. 6. Aniqmi? 96 ming so'raydi. To'g'riga boramiz, a? Bormi hozir? Bormi? Tushunmadinglarmi? Shunda Imtihonga kirishni aqlishtirasizlarmi? Xudo xolasa. Bo'ldi.